Do'stlar, xudo xolasa bugungi videolarimiz premay dehqon akalarimizni o'zidan bo'ladi. Hop, bu yerda 120 bosh atrofida erkak qo'zilar bor ekan. Ma'lumotlarni so'raymiz akalarimizdan. Hop, do'stlar, uncha-munchaga mana shunday chorvador akalarimizdan videolar chiqarmaymiz. O'sha Surxondaryo holatiga hozir o'sha videolar chiqaryapmiz Sarosiyo tumanidan. Hop, akalarimiz mehnat qilgan. Kelasizlar, shunday kelasizlar. Uzum bog' tagida turibmiz-ku. Kelasizlar, mana uzumlar ham jonivor pishib qolibdi-da, mazali bo'lib. Bitta olasizlarda kelib ustiga savdosini qilaverasizlar, xudo xolasa. Mehnatni qilishgan, kuni-tun orqasidan yurishgan, shu holatga yetkazishgan. Mana endi dehqonchiliklarni sotishyapti, do'stlar. Xalqqa ulashyapti. Endi akalarimiz chaqirgan, narxini yaxshi qo'yaman degan. O'zlaringiz bir guvoh bo'lasizlar, kommentariyada yozingizlar fikrlaringizni. Xo'p, holat mana shunday, ko'rasizlar xullas. Cho'pon aka, Lava aka. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, shu tomondan turavering. Old tomonda turavering. Aka, xolasa qarang, ma'lumotlarni so'rab boshlaymiz. Akalarimiz endi birinchi marta internetga chiqishi. Xo'p, ma'lumotlarni aytishadi. Kam ko'slar bo'lsa, ular to'g'rilab olasizlar, do'stlar. Hop, qo'ylar soni nechta aka? Aka 120 ta qo'yz bor bu yerda. 120 ta. Hop. Yaylovdan tushib kelgani necha kun bo'ldi? Boya endi gaplashgan edik. Aka kecha keldi laylovdan. Ha. 3 kun yo'l yurib keldi. Shotori laylovdan keldi aka. Shotirlardan deng. Qo'ylar charchab kelgan. Shuning uchun xudo xolasa bir hafta mana bu yerga yuradi aka. Yana chotki bo'ladi bu. Nasib bo'lsa, vaziyatlar, sharoitlar zo'r ekan. Endi hop, shotir daraning o'zi ham bir haydab kelsa bir 2-3 kunlik vaqtda. Shunday. O'zi narsaga do'stlar, ko'p yo'l yurgandan keyin charchog'i bo'ladi-da, baribir. Yosh barra deydi-ku. O'shanday holatda akalarimiz dehqon. Hop, akamiz aytayapti, o'zimizni qo'yimizni bolalar, o'sha uchun ovsatadigan joyi yo'q mana bunday. Hop, uzumlarni yeb, syomkalarni qilyapmiz, o'zi to'yib ham qoldik. Hop, aka, Lava akajon. hop, xudo xolasa dehqonchilik deng. Dehqonchilik aka bular. Hammasi dehqonchilik. Biz aka tog'dan tushib kelyapmiz. Ha, tog'dan tushirib kelyapti. Endi qo'zlar, erkak qo'zlar ayirgansizlar. Ha, erkak qo'zlarni sotamiz aka, hammasini. Hop, akalarimiz mehnat qilgan, akamiz damda, akamiz to'g'ri haydab kelgan. Endi hozir boshida shu akalarimiz. Do'stlar, so'raysizlar, "Premay dehqonni o'zidan topingizlar" deb ko'p kommentarlar yozilgan. O'sha sababli bizlar xudo xolasa uncha-munchaga video chiqarilmaydigan video bo'lyapti-da endi. Like'larni bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab dehqon akalarimizni o'zidan. Hop, telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Endi unday deb aytishdi, hojat yo'q. Akalarimiz endi dehqon akalar samimiy inson bo'ladi-ku. Xudo xolasa sotib olishmagan, savdosini qilaverasizlar. Yog'i asosda ko'nglida narxga qarab kelishasizlar-da xullas. Kelasizlar 120 bosh erkak qo'zi. Hop, bog'ida ichidan turibmiz. Mana unday pishgan hosil endi mana uzumlarni yeb, asta-asta surtib yeb videoga olib yuribmiz-da, yalla qilib. Xo'p, akalarimizdan ma'lumotlarni so'rayapmiz. Aka, bularni tug'ilgan oyliklari qaysi oylarda aka? Aka fevral oyiga tug'ilgan. 6 oylik bo'lyapti. Ha, fevral oyiga. Fevral oyi ekan. Oldi fevral oyidan endi atar sharoitda 1 oy atrofida tug'iladi-da qo'zlar, to'g'rimi? Shunday aka. Shu 1 oy ichida olinadi-da aka. Barakasini bersin. Do'stlar, Rahmat aka. bular xo'p, yo'ldan charchab kelgan holatda turibdi. Endi 1 kun, 2 kun charchog'ini oladi-da, yo'l charchog'ini. Kecha kechqurun kelgan deyapti. Endi vaziyat bu yerda sharoitlar zo'r ekan-ku, nasib bo'lsa 1 kun, 2 kunda yaxshi holatga kelib qoladi nasib bo'lsa. Endi yanada ham o'zgarib ketaveradi demoqchiman-da. Olasizlar, toza qo'ylarda jonivorlar. Bularni hop, qarangizlar do'stlar, endi vahima qilib yotganimiz yo'q. Qo'zlar holatlari mana shunday holatda 120 bosh. Shunday bir ko'rib olasizlar. Shunday holatda endi turib olgan videoda olyapmiz endi mana bunday qilib olib, asta-asta. Hop, qo'zlar endi akalarimiz ko'p videoga chiqmagan. Videoda holatni bilmaydi. Shunga o'zimiz ko'pincha gapiramiz. Do'stlar, hop,
akalarimiz bilan gaplashdik. Bu yerda bo'lib olishga ham, misol uchun 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta xohlasalaringiz tanlab olishga ham telefon qilib guruh qilsalaringiz bo'ladi. Ana endi Husaynlar asta-asta pishib boshlabdi. Bitta olib yeb ketaveramiz endi. Dehqonchiliklarga baraka bersin. Hop, qo'ylarni tug'dirib bu holatga olib kelishdi o'zi bo'lmaydi. Ancha mehnat yotdi. Mana akalarimiz tunu kun orqasidan mehnat qilishgan. Uxlamasdan. Do'stlar, akamizga endi men tushuntirdim. Hop, Hop, xullas hozir narxini hop kelishdik. Akamizga aytdim endi hop sotiladigan joyiga yaqinroq, beriladigan joyiga yaqinroq qilib ayting dedim. Endi bozor holatiga 500 ming, 1 million atrofi uzoqlashtiradi-da, o'sha ko'ngilda hammani bir narxi bo'ladi-ku. Lekin internetda boshqacha dedim. Internetda shu hop 100 ming atrof, 200 ming atrof shu holatiga qarab narxini qo'yasiz dedim. Akalarimiz endi o'zlaricha hozir endi narxini aytishadi. Ko'rasizlar do'stlar. Hop, savdosini qilingizlar. Bo'lasa 1 yen mol. 1 yendagi bir atardan chiqqan hop qo'ylar xullas. Aka, lab aka. hop, narxini endi nima dedingiz? Nima qo'ydingiz? Bir kelishtirib qarang. Boya aytdik-ku. Qochirmasdan aka. Aka narxi sotiladigan joyiga. Optimga 120 ta. Hop, 120 ta. Optimga oladigan odamga Hop, 4 million 300 dan beramiz aka. 4 million 300 dan. Ha, yana aka, agar sizni kanalingizdan nomiga kelsa, Hop. yana kelishtirgan joyi bor aka. Yana xudo xolasa savdosi bor. Savdosi bor aka, sizni kanal nomidan kelsa. Endi aka sizga, bizga o'xshagan odamlar hammasi telefon qilishadi viloyatlardan aka. Yana ham o'sha dastavka xizmatlari bor-a? Misol uchun 5 ta olsa ham agar aka sizda o'zingizda nima bo'lmasa, sharoit bo'lmasa, menga telefon qilasiz. Men o'zim agar 5 ta 10 ta sotsangiz biron joyga, shunday kelib, shunday gaplashasiz aka. Mana shunday gaplashasiz, shunday bo'lib berar aka-da. Mana shunday qilib 5 ta 10 tasini ayirib berasiz. Bo'ladi aka, bo'ladi. Buni ham bo'ladi aka. Ha, shunday holatda ham gaplashsangiz bo'ladi. Agar mabodo sotib qolsangiz, menga aytsangiz, o'zim bizni tanishlar bor-da. Bitta bo'lsa ham olib ketaveradi. O'sha yo'l puli misol uchun 100 ming, 150 ming, 200 ming shu atrofda tushadi. Hop, joyiga qarab hop sotsangiz telefon qilib aytaverasiz aka. Misol sizlarga ham keyin ham bir joyda sotilsa ko'p qulay tomoni bor-da. Shunday. Ha. Do'stlar, bir joyda gaplashsalaringiz, xudo xolasa, hop 10 ta 5 ta ga qaraganda tushib beradi-ku. O'sha narxidan ham misol 2-3 barobar yaxshiroq tushib beradi-da. Endi dehqon akalarimiz endi shunday bo'ladi-da. Hop. Endi uncha-munchaga dehqonlardan chiqarib bermaymiz. O'sha mehnat qilgan, tug'dirgan, xarajat qilgan, orqasidan yurgan mana shu holatga xullas olib kelganda. Ko'ringizlar, videolarda kamchiliklar bo'lsa yozib qoldiringizlar. Xolasa. Xo'p, mana shu mol, mana shu sifatdagi, mana shu holatdagi qo'ylar. Xo'p, plus minus o'sha 4 million 300 dan narx qo'yishdi akalarimiz. Fevral oyida tug'ilgan qo'zlar, o'sha fevraldan martgacha tug'ilganda menimcha.